Juda ehtiyot bo'linglar. Akkumulyator almashtirib beradigan aka-ukalar. Где-то 300-400 dollar asfalt tushib qolishinglar mumkin. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Malibu Kia mashinalarida. Assalomu alaykum hammaga. Bugun bizda Malibu XL mashinasi o'ziniki alti umuman ishlamay qolgan. Oka kalti berib turing. Bu zapaskasi, narisi nimada mashina. Bo'ldi, hozir. Mashinada shunaqa kasal bo'lganki, o'zining kalti umuman ishlamaydi. Zavod qilish uchun faqat bu yoqqa qo'yish kerak. Xudo xolasa hozir akalar mashina Malibu Kialarda shuni ham akkumulyatorni almashtiraman deb kalti o'qimay qolgan. Juda ko'p ustalarga, programmalarga olib borgan, lekin ish hal bo'lmayapti akalar. Hozir o'zimizga olib kelgan. Programma jarayoni ketyapti, xudo xolasa. Juda ehtiyot bo'linglar. Akkumulyator almashtirib beradigan aka-ukalar. Bitta akkumulyator almashtirib beraman deb где-то 300-400 dollar asfalt tushib qolishinglar mumkin. O'shaning uchun juda ham ehtiyot bo'lish kerak. Malibu Kia mashinalarida akkumulyatorni bunday mashinalarda almashtirayotgan paytda ehtiyot bo'lish kerak. Iloji bo'lsa, yaxshi bir joyiga boribmi yoki bilmagan ustaga alishtirish kerak emas. Ustalarga ham maslahat, bilmasanglar almashtirish kerak emas. Juda ham qimmatga tushyapti hozir odamlarga. Hop. Aha. Ha. Xo'p, mana kaltimiz tayyor bo'ldi. Yoping aka, o'tiring. O'tiring. Mana yopdi. Mana ochdi. Yopdi. Ochdi. Endi buni ne обязательно mana bu yerga qo'yib qo'yish. Любой joyda cho'ntagingizda tursa ham, masalan, cho'ntagingizda tursa ham soat qilaveradi mashina. O'zi bilan zavодskiy holatda bo'ldi. Xo'p, akalar, mana kaltimiz tayyor bo'ldi. Ishini hal qildik. Aka, anchadan beri qiynalib yurganmidingiz? Anchadan beri, 2 oydan beri qiynalib yurgan ekan. Xudo xolasa, bitta programma orqali ishini hal qilib berdik. Ehtiyot bo'linglar. Akkumulyator almashtirayotgan paytda ustalar bitta akkumulyator orqasidan ancha tushib qolasizlar.